Korxonaning hisob raqami shaxsiy hamyon emas. Ba'zi tadbirkorlar bitta narsada adashishadi. Korxona o'zimniki, ichidagi pul ham o'zimniki deb o'ylashadi. Pul kerak bo'lsa darrov korporativ kartadan shaxsiy ehtiyojiga ishlatib yuboradi yoki bo'lmasam shaxsiy kartasiga xohlaganicha pul yechib oladi. Na chek bor, na hujjat. Lekin qonun oldida siz boshqa shaxs, korxona umuman boshqa shaxs. Siz qilgan har qanday chiqimni buxgalterga hujjati yoki chekini olib kelmasangiz, u buni buxgalteriyaga nima deb kiritishni bilmaydi. Chunki har bir operatsiyani kim qilgani va u pul qayerga ketgani hujjatda aniq ko'rsatilishi shart. Hujjatsiz ishlatilgan pul bu shunchaki yo'qolgan pul emas. Ertaga tekshiruvda soliq organi bunga nisbatan 12% jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hisoblaydi. Pulingizni 5% dividend solig'ini to'lab, xohlagancha ishlating. Shunda o'zingiz ham, biznesingiz ham xavfsiz bo'ladi. Sizning buxgalteriya bazangizda noma'lum xarajatlar qancha tekshirib ko'rganmisiz?